Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana priroda. Armaniston. Rosa chiroyli joylar ekan. Shohimardon. Bundan ham chiroyli. Shohimardondan ham chiroyli joylar. Hamma yoq tog'liq joy ekan. Yo'llari ancha tor. Lekin havosi zo'r. O'ta chiroyli havo. To'yib nafas olish kerak bo'laydi-da. Qorin ham to'yadi shunda. Kavkaz degan nima ish bo'lar ekanda, mana Kavkaz. Bizdagi qizil lola bu yoqda ham bor ekan. Shu tepaga shunaqasiga splashnoy sement quyib chiqqan ekanda. Tosh tushib ketmasin degan maqsadda. O'ta chiroyli. Toza havo, tanga davo. Ayig'i ham joyini topib qo'ygan ekan uni. Toza havoda. Mana biz ayig'imiz. Toza havoda bu ham maza qilyapti. Changda yuraverib, burni bekilib qopti. Toza havoda dovushlari ham ochilib ketdi-ku. Shunaqa gaplar deb turib tugatamiz.